Halollik insonning ichki e'tiqodi, jamiyat oldidagi mas'uliyatidir. Kasbga sadoqat esa har bir vazifani adolat bilan bajarish, ishonchni oqlash va yurtimiz taraqqiyotiga hissa qo'shish demak. 9-dekabr Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash kuni munosabati bilan Namangan viloyati soliq boshqarmasida xodimlar va ularning ota-onalari uchun uchrashuv tashkil etildi. Tadbir tafsiloti navbatdagi lavhamizda. Mazkur uchrashuv soliq tizimi xodimlari o'rtasida vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlash, xizmat intizomi va mas'uliyatini oshirish, korrupsiya hamda boshqa noqonuniy xatti-harakatlarning oldini olishga qaratilgan tushunchalarni kuchaytirish maqsadida doimiy o'tkazib kelinadi. Navbatdagi muloqotga ham 30 ga yaqin soliqchilarning oila a'zolari taklif etildi. Dastlab boshqarma boshlig'i korrupsiyaning davlat tuzilmalari obro'siga, iqtisodiy taraqqiyotga va aholining soliq organlariga bo'lgan ishonchiga salbiy ta'siri haqida batafsil to'xtalib o'tdi. Bu illatga qarshi birgalikda kurashishni oiladan boshlash muhim ekanligini ta'kidlab, ularga maxsus tashakkurnoma va esdalik sovg'alarini topshirdi. Soliqchilarning ota-onalari farzandlarining ish jarayonlari, ular uchun yaratilgan shart-sharoitlar va kundalik xizmat vazifalari bilan yaqindan tanishdilar. Farzandim shu 2 yildan beri soliq boshqarmasida ishlaydi. Avvallari masalan soliq idoralari ham eski binolarda joylashgan. Hozirgi sharoitni ko'rib men xursandman. Farzandlarimiz mana shu kuyunib, masalan soliq sistemasida yaxshi ishlash, masalan halol ishlashi hammamizga masalan faxr va rahmat keltiradi. Boshqarma boshlig'i mana bugun uchrashuv bo'ldi. O'tgan yil xuddi shu paytda ham uchrashganmiz. Yaratilayotgan shart-sharoitlar uchun rahmat va minnatdorchilik bildiramiz. Bunday sharoitlarda faqat halol ishlash kerak bo'ladi. Tadbir davomida mehmonlarga soliq organlarining asosiy vazifalari, zamonaviy axborot tizimlari, xizmatchilar foydalanadigan ish joylari hamda yaratilgan moddiy texnika bazasi haqida ma'lumotlar berildi. Farzandlarining halol xizmat yuritishi, sharafli kasbning mas'uliyatini chuqur his qilgan holda faoliyat ko'rsatishi bo'yicha fikrlarini bildirdilar. O'g'lim soliqchi bo'lganidan faxrlanaman. Kelgusida bularga ishlariga omad tilayman. O'g'lim o'zini halol mehnati bilan farzandlarini boqib voyaga yetkazyapti. Bu bilan faxrlanamiz. Ishi mashaqqatli, bilaman, lekin ham sharafli kasbi. Halol ishlab, xalq uchun xizmat qilishini doim tilab qolamiz. Darhaqiqat korrupsiyaga qarshi kurashish nafaqat davlat organlari, balki jamiyatning har bir a'zosining burchi sanaladi. Xodimlar o'rtasida vatanparvarlik tamoyillarini mustahkamlashga qaratilgan bunday uchrashuvlarning ahamiyati katta.